Aka bir, siz obunachilarga hunarchingizni zo'rlanib kelib qo'yganman. Narxlari yengilib bomba bo'ladi, aka. Bomba hech qayerda ko'rishmagan. Like bosib qo'yasizlar, podishkada bo'lib turasizlar kelar. Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Mana shunday hunarchin so'radingizmi, men topib qo'ydim. Sizlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, qo'ygan videolarimizdan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Bu mollarda to'liq ma'lumotni Azizbek akamdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Yo'qoldingizmi? Yaxshimisiz? Aka, mollarda bir qator ma'lumotini berib o'tasiz aka. Xudo xolasa uyaltirmayman mollar, aka. Xudo xolasa. Shvet paroda. Shvetda zo'rlarda olib kelib qo'yibdilar. Shayda turibdi, aka. Shayda turibdi. Aka, endi Xudo xolasa hafta kuniga juma 3-iyul Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'ida turibdi mollarimiz aka. Endi qaysi tarafdan boshlaymiz? Mashinadan boshlaymiz, aka. Birinchisiga akalar. 1.10. Bo'ylari 1.10. 1.5. 1.5. Nechtasini qo'yamiz birinchiga? Ikkitasini qo'yamiz, aka. Ikkitasi. Narxni ayting endi. Narxini 10 kam bor aka. Aka, obunachilarga kamaytirib berasizmi? Kamaytirib beraman. So'rasiz. Qo'lni beringchi. Necha qo'yib berasiz obunachilarga? Mayli, ikkalasidan 300 dan 600 o'tdim aka. 13.200 mingdan berilsin. Yo'lga vodi bo'ylab yetkazib beraman o'zim. Aka, endi buni demang. Ha, yetkazib beraman. 13 million aka obunachilarga. Yo, 13.200 dan bersin, yetkazib beraman aka. Bo'ldi aka. 13 million 200 dan vodiy bo'ylab yetkazib beriladi aka. Dastlabkasi bo'yladi. Barakasini bersa akalar. Ikkitasi 12 million 13 million 200 ming so'mdan akalar. Ostilari ham ikkalasiniga. Ko'rib o'tasizlar akalar. Obunachilar Shvedda yana zo'rdan so'raganlar uchun buni ham narxi yengil bo'ladi. Nima deyapti bu aka? Nima deyapti aka? Obunachilar nima deyapti? Oyoqlariga. Shvedda zo'rdan olib kelib qo'yibdilar o'zbekamiz. Endi buni kellalarini, tumshuqlarni ko'rsating, ostlarini ko'rsating buni. Yaltirashlarni. Mana akalar, so'raganlar uchun, ishqibozlar uchun like bosib ko'rasizlar. Endi yeb ichishlariga mana yeb-ichib, indamayman mana. Qorlarni. Bo'ldi, yeb ichishlari zo'r. Ko'k hashak yeb yuribdi. Mana akalar, ko'k hashak yeb yuribdi akalar. Ishonchli bo'lsin. Endi buni mehmonxonada ko'rsatyapman. Endi yeb ichishlarini. Narxiga kelamiz endi aka. Narxini ayting. Hamma gap narxida. Optimga aytaymi? Optimga ayting. Obunachilar maza qilsin. Aka bir yana mana shunday mollar chiqaring, biz obuna bo'lib qo'yamiz deysin. Qarang, mana birinchisi. Bu birinchisi akalar. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana uchinchisi. Baq uchinchisi. Mana. Mana qarang, to'rtinchisiga endi Mana bitta mo'g'az mana. qora quloq otim shug'dan so'raganlar uchun. Hammasini bir qator kalla boshlarini ko'rsatib o'tamiz video oxirida akalar. Ostilarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Narxini ayting endi. Bu narxiga siz obunasiz 12 dan bersin. Yetkazib beraman. 12 dan deysizmi aka shu molda aka? Kamaytirib bering obunachilarimga. Bozorda ham berib qo'ymayapti o'zimiz aka. Endi o'zimizniki joydari mollar. Bu ikki o'rni sorti bor 12 o'zini. Ko'ryapsizmi? Sorti bor akalar. Biz turish ham aytib turib bo'ladi. Shu mana. Mayli. Kamaytirib berasiz endi. To'talasi 200 ming. Borim 1 million o'tdim ikki. To'talasiga. 12 dan aytdingiz-a birinchi? 12 dan aytdim. 11 ga berasizmi mana? 250 dan har bittasi o'tyapti. Bo'pti 700 dan bersana. Bo'ldi akalar. 11 million 700 ming so'mdan dastlabkasini qilib berilganmiz endi. Mana qarang. Vodiy bo'ylab mana. Kallalar nima deyapti? Bittadan like bosib qo'yasizlar. Ostlarini ham bir qator ko'rsatamiz mana. Akalar, oq yelinida so'raganlar uchun. Bunisi ham olib ketmasin akalar. Yillari. To'rtinchisiga mana. Xudo xolasa endi bugunga shularmi? Shular aka. Bugunga shular. Ozgina, Sozginasidan. Narxi ham ozgina bo'ldi akalar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Bugunga shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.